2023-yilgi Damas'ni shikarini turibdi. Hamma narsasi toza, yuzingiz kraskalari ham toza, umuman kraska yemagan balonlar. Uda qancha 50 ming uchun yurgandir. Bir kir ham yurmagandir. Вообще kam yurganda, anig'ini esimda qolmadi. Salonlar вообще idealni, chexol polik, вообще ideal o'ziga o'tirgan shunday yopishgan borku. O'tirgan odam maza qiladi, Damas haydaganday bo'ladi. Damaschilar вообще soqqada qolib ketadi. Andijonda temma bo'lgan Damaslardan bittasi. Xo'p, narxini 95 million so'm deyaptilar. Kelishtirib beradilar. Bir ikki kun o'tib beradilar. Lekin Damasimiz sveji, yangi Andijonda hozirgi kunda temma bo'lgan Damaslardan bittasi shu. Ko'rib turganingizdek, taksi Matiz, sizlar 2010-yil motorlar cho'tki joyda hammasi yaxshi turibdi. Balonlar normal holatda, motorlar balon moy yemaydi. Balon yemaydi. Amortizatorlar hammalari cho'tki joyda turibdi. Salonlar ahvoli ham yaxshi turibdi. Chexollari normal, poliklar joyida. Probekini bar taksi yurganlardagi sal ko'payadi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 30 million so'm deyaptilar. Kelishadigan joyi bor. Kedayda 29-28 larga bemalol beradilar. Undan tashqari Vikipkaga kreditga ham bemalol berishlari mumkin. Ko'ndirsalar beraman deganda qilyaptilar. Boshlanish to'lovsiz ham qilib kerak ko'ndirsalar. Hop, 2023-yilgi oq Gentramiz yangi turibdi. Motorlar va zavodskiy metallari bilan masla turibdi-ku. Motor umuman ishi yo'q, hammasi cho'tki svejigina. Odam ko'rsa bag'ridan ochiladi. Ko'ngli quvnaydi. Mana shunday mazza deydi-ku. Bunaqa qanalarni ko'rib. Balonlar yangi. Mexga balonlar qo'yilgan. Hop, salonlarga keladigan bo'lsa, salonlar cho'tki svejigina turibdi. Chexol poliglar, вообще udar aka o'ziga moslab qolaygina turib, mazza qilib qo'yinglar. Mingan odam rohat oladi. Minadigan bo'lsa, короче. Probega 58 ming probeg yurgan. Aytgancha esdan chiqdi. Ko'rib turganlaringizdek, zavodskiy metallari bor. Buni ahvollari yaxshi, zapaskalar ham tushmagan. Keyin buni narxini 12,5 deyaptilar. 1200 ga bo'lsa, shu ham beraveraman deyaptilar. Shu 12 ga bersalar kerak. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Hop, Nexia 3 oq ko'rinishida 2019 ikkinchi pozitsiyasi 40 ming yurgan. Kraska hammasi toza turibdi. Benzindan, qizg'i benzinda umuman metan, propan narsa qo'ymaganlar, chesat qilmaylar, polka benzinda, sveji yurishi benzinda. Motorlar vaqti udar turibdi, maslagina, yaxshigina moylab yuvilgan. Balonlar cho'tki, adashmasam yangiroq ekan. Zavodskiy balon. Yaxshigina turibdi, ahvoli o'rtacha holda. Salonlari shu qanday holatda turgan bo'lsa, o'shana turibdi. Yangi turibdi. 2009 da beri qanday saqlangan bo'lsa, o'shana saqlab turibdilar. Paket sotib qo'yibdilar, yangi ko'rinish uchun. Bagaj cho'tki turibdi, hech qanaqa metallari yo'q. Narxini 105 million so'm deyaptilar. Tekisga beraveraman deyaptilar. Undan pastga beradi, 98, 99 degan beraveradilar, adashmasam. 2012-yilgi Matiz ko'k deydi-mi? O'sha motorlari yaxshi turibdi, moy yemaydi, yaxshigina turibdi. Moy yemaydigan, almashtirmaganlar uchun hammasi ahvoli yaxshi saqlangan turibdi. Balonga keladigan bo'lsak, balonlari yangi. O'sha Matizdan sakasam qo'yibdi, yaxshi yarashgan. Balonlar yangi turibdi. 135 ming yurgan, pashti 1,5 kr yurgan aytgan. Salon ahvoli yaxshi turibdi. Sizlarga polni chexollardan tashab, o'zlariga akkuratni rullarga ham chexollar to'qib, cho'tka qilib qo'ydilar. Chexol poliglar ham yaxshi turibdi, yangi olganlar. Akkuratnigina, takoygina, udam shuncha. Metallar bor. Narxini aka aytdilar, 40 deyaptilar. Uni 35 undan pastga olishlaringiz mumkin. Kelsa bir o'ynab o'tib beraman deganda qillar aka, bemalol. Kelishtirib buni qilsak bo'ladi, gaplashsak bo'ladi. Men akang ko'nglini olsa bo'ladi. Ko'ngli bo'shlardan aka. Aka deb shunday o'tib beraman deb, olib ketaman deb, tamom. Bo'ldi, tamom, sizlarga olib ketaman. Tamom. Biz bilan qoling.